Dasturimiz davom etadi. Jasurbek, yurtimizda yana bir ilmiy jurnal chop etila boshladi va uning taqdimoti o'tkazildi. Ha, siz adashmasam 21-asrda fan va ta'lim nomli xalqaro ilmiy jurnal haqida gapiryapsiz. Albatta. Aynan ushbu ilmiy jurnalni tashkil etishdan ko'zlangan maqsad mamlakatimiz taraqqiyotiga o'zini ilmiy tadqiqot ishlari bilan hissa qo'shayotgan olimlarimiz innovatsion g'oyalarini xalqaro miqyosda taqdim etish. Aynan shu mavzuda bizda lavha bor. Keling, tomosha qilsak. Marhamat. Olimlar, o'qituvchilar va tadqiqotchilarga o'z g'oyalari va ilmiy izlanishlarni xalqaro miqyosda taqdim etish imkoniyatini yaratish maqsadida Science and Education in the 21st Century xalqaro ilmiy jurnali tashkil etildi. Yangi O'zbekistonda yangi bir nashr, yangi jurnal, ya'ni xalqaro ilmiy jurnal ochildi. Jurnalning nomlanishi 21-asrda fan va ta'lim xalqaro ilmiy jurnali. Bu jurnal nafaqat O'zbekiston ilm faniga, balkim butun dunyoda mana shu ilm ahliga bir katta ilmiy maydon bo'ldi deb o'ylaymiz, ilmiy minbar bo'ldi deb, chunki ustozlar, olimlar o'zlarining ilmiy natijalarini, ilmiy g'oyalarini e'lon qilish uchun bir yaxshi minbar bo'ldi deb o'ylaymiz. Jurnal 2 oyda bir marta o'zbek, rus va ingliz tillarida nashr etiladi. Mavzular qamrovi keng: matematika, iqtisodiyot, pedagogika, psixologiya kabi fanlar bo'yicha maqolalar chop etiladi. Yangi nashr olimlar bilan bir qatorda talabalar va sohaga qiziquvchilar uchun ham muhim manbaga aylandi. Сегодня мы присутствуем на значимом событии презентации международного журнала. 21-asr fan va ta'lim xalqaro jurnalning taqdimotida ishtirok etmoqdamiz. Bugungi yangi jurnalning ilk sonini taqdim etayotganimiz, uning 21-asr fan va ta'lim deb nomlanishi bejiz emasligi ham zamonaviy dunyoda ilm fanga qaratilayotgan katta e'tibordan dalolat beradi. Darhaqiqat, jamiyatda amalga oshirilayotgan islohot va o'zgarishlar, transformatsiyalar, raqamlashtirish, sun'iy intellekt yaratish haqida gapiradigan bo'lsak, bularning barchasini ilm-fan rivojisiz amalga oshirib bo'lmaydi. Bugungi jurnal esa ilmiy hamjamiyat bir-biri bilan axborot almashishda ishtirok etishi, bugungi kunda yosh olimlar o'z maqolalari va ilmiy izlanishlarini nashr etishlari mumkinligining yorqin namunasidir. Jurnal xalqaro bo'lganligi uchun 3 ta tilda nashr etiladi. Bu o'zbek tili, o'zimizning davlat tili, rus tili va ingliz tillarida chop etiladi. Har 2 oyda bir marta chiqadi. Ya'ni bir yilda 6 ta nashr etiladi. Jurnalning ilk sonidan boshlab bizni quvontiradigan narsa shuki, 100 ga yaqin maqola, qo'lyozmalari kelib tushdi. Jurnalning o'zining ham bir qator talablari bor. O'sha talablariga mos kelishi, mos kelmasligi mezonlaridan kelib chiqib 30 ta maqolani tanlab olishdi va shu 30 ta maqolani mana shu jurnalning sonida, birinchi sonida chop etdik. Jurnal ijodiy jamoasi esa turli mamlakatlarda izlanayotgan olimlar, o'qituvchi va amaliyotchilarning ilmiy tadqiqotlarini targ'ib etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.